Assalomu alaykum, hurmatli Olto'g'il mahallasi fuqarolari. Men Agrobank Markaziy filiali o'rinbosari Razzoq G'azimman. Bizlarda shu navbatdagi uchrashuvni mana Olto'g'il mahallasida belgilangan. Shu bo'yicha uchrashuv sizlarda qanday qiziqtirgan savollaringiz yoki yechilmaydigan masalalaringiz bo'lsa, o'shalar bo'yicha gaplashib olamiz. Birinchi oldin shu o'zimizda bank mahsulotlar bor, mumkin beriladigan kreditlarimiz, tashkil qilingan barcha bank mahsulotlari bor. O'sha bo'yicha qisqacha gapirib o'taman. Mana shu jismoniy shaxslarga 7 bo'yicha kredit beriladi. Bu o'zini o'zi bilan ishsiz fuqarolarga o'zini o'zi band qilinadigan, uyida bir qandaydir bir chorva bilanmi yoki dehqonchilik bilan shug'ullansa o'zini o'zi band qilinadi. 17 million kredit oladi. O'shani plastikda beramiz. Bundan tashqari mahalla loyihasi deyiladi. Bu 50 milliongacha beriladi. Foizi 25%. Bu ham shu ishsiz fuqarolarga beriladi, mahalladagi ishsiz fuqarolarga. Bu ham shu o'zini o'zi band qilinadigan uy ishlari bilan band qilinib, o'shalarga beriladi. Foizi 25%. 5 yilgacha beriladi. Keyin mana yuridik shaxs tashkil qilinganlarga, yuridik shaxs bo'lganlarga 312-qarorga asosan kredit ajratiladi. Bu kreditlarda 300 milliongacha beriladi. 100 million so'm garovsiz. 100 milliondan oshgan 200 millionga, 300 million olsa 200 million so'mga likvidli mol-mulk garov qo'yiladi. Shunday qilib kredit beriladi. U pul ko'chirish bilan amalga oshiriladi. Tadbirkorlik qilish istagi bo'lgan shu yuridik shaxslarga beriladi. Bundan keyin mana yoshlarga berilyapti.